Labda ish yaxshilab yer bo'lib bir uylarni tozalangchi. Ovozingni o'chir. Dodi! Yerda asabiga o'ynama, bir deganda tiqib qo'yaman. Gilamni ko'tarib pilintislagacha arting. Eshikni tepasida ham chayla qo'yib ketibdi. Men qochib tur. Bola yig'layapti, bolaga qarang. Aynoy bolam o'zim. Qorni och qolgan, sut bering. Sen tentakmisan? Qanday sut beraman? Butulkasi bilan. Ko'myapti onash. Mani xalatimni kiyib chiqing. Shompilmiya hayotda men ayol kishining kiyimini kiymayman. Qorasini kiymayman, oqini kiymayman. Ana onash, yosh bola ham onasini hidini bilar ekan-a, hidini hidlab uxlab qoldi. Hozir ushla onash. Ya bular xotining ketib menga beryapti. Yomon ham zo'r ko'pirar ekan-a onash. Конечно, arinyu parashoklarda yuvyapsiz-da. Bu nafaqat zo'r ko'piradi, hidi ham moshni chiqadi. Buni ishlatganlar biladi. Kirlarni yuvib, musorlarni to'kib keling, xo'pmi? Voy, shunaqa charchadim onash. Ko'rdingizmi? Biz ayollarga ham oson emas bir vaqtni o'zida. Dadish! Onash, ayollarga ham oson emas ekan. Bir vaqt o'zida hamma narsaga ulgurar ekansizlar. Endi bildim sizlarning qadrlaringni. Onash, senga ming rahmat. Onash, onash, opa xotinim, musul qani? Musul mashina hozir olib ketdi. Musul mashina olib ketdi. Qayerga olib ketadi? Katta xola esikiga! T'écoutes la plaque, Marie-Son, ça décoiffe.